kalasa Toshkentga ketmadığımız bilan hozir Olboshqa yo'lga chiqdik. Albatta YouTube kanalimizda obuna bo'ling, shu yerdan ko'rasiz. Jasurbek Toshkentga bo'lsa. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana Vanda Shagert. Bakalasa palvaçlarınızı uçağımız nasip etse. Uçağımızı değil. Poyza qarab. Uçağımızı yani. Salaz bilet samolyotda biz yani. Ha, mana bilet qo'lda, xudo xolasa. Bunda yerda aeroportga keldik. Var. Oradan bağlanan olsun. Xudo xolasa. Shagertning konsertini chiroyli qilib bomba qilib o'tkazib qo'yamiz, xudo xolasa. Hammamiz o'qish kayfiyatlimiz aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Bilet qo'lda, poyezdni yoqqa boradi degan. Janob Rasulni hamma muxlislarni Toshkent City'ga taklif qilamiz. Soat 18:00 da. Nechta konsert bo'ladi. Hozir salonga keldik. Xudo xolasa, shu nechta konsertimizga taklif qilamiz. Toshkent City'da ajoyib konsert. Hamma muxlislarni YouTube kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Mana shogirdlar hozir Shohrux Barber salondan tayyor bo'ldik. Shogirdga omad tilaymiz, xudo xolasa. Toshkent City'da nechta konsert. Anvarбек Matbuot ustozimiz kanaliga obuna bo'lasiz. Albatta. Tez yangiliklar tashab turadi. Anvar selfie degan bu. Ustoydan Gap yo'q. Ilohi amin. Sog'lik omonlik bo'lsin. Omad tilayman. Kuch-quvvat. Omad. Mana Chilonzor yoshlari. Show konsertlarimiz davom etadi. Sizlar uchun ajoyib ijodkor. Sizlarga va'da qilganimizdek kim kelishi mumkin. Kimda sazonalari? Yomon. Kim? Balana. Yomonsan kim? Yaxshi inson. Demak, to'g'rimiz, Isroilimizning yo'qan yo'lida. Yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin. zerikmayapsizlarmi? Qanaqa qo'shiq aytib bering? Xasta yurak sen sog'inaman. Bu dardimga qaydan topay davonini? Kelgin jonim bir soniya ko'rayinman. Axir seni juda qattiq sog'inganman. Qarsaylarni eshitdingmi? Rahmat. Zo'rmi konsert zo'r bo'lyapti? Opa yaxshimisiz? Qanaqasini aytib bering? Xorazmcha uring. Urib bo'lmaydi, aytib bo'ladi. Qizmamozmiz. Dostana otmiz. Izinda ballar 60-70. Hey, qizmamozmiz. Dostana otmiz. Izinda ballar. Yog'ini qarsaydan aytamiz. 60-70. Qanday o'ynaymiz? Toshkent.
Toshkent City'da aytamiz. Shu yoqda hozir 7 da boshlayman. Hammani kutaman. Qolgan eshitmagan qo'shiqlaringizni shu yoqda aytaman. Hammaga rahmat. Rahmat, ajoyib ijodkor janob Rasul. Ajoyib konsert. Endi Toshkent City'ga marhamat. Aziz muxlislarimiz, hammamiz xush kayfiyatdamiz. Mana Bunyodkorda konsertni qo'ydik. Birrov bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Endi faqat Toshkent City'ga. Kim uchun bir pasta, kim uchun soniya, yillardek o'tmasda, vaqt shunchaki o'tar. Kim uchun bir pasta, kim uchun soniya, yillardek o'tmasda. Hadi yaxshilab o'zlari ishlayapti. Mayli ish. Javob. Davom etamiz, marhamat sizga Aliz. Qarab tursam shuna, qoshingni qoqdingmi? Iltimos kelib mana yonimda o'ynasan. Bu oshda aytiladigan versiyasi bo'lsa-ku. Inshaalloh. Tursam sana. Hoppa. Keyingi ishtirokchi marhamat. Bir qiz keldi Captiva. Nima keldi Captiva? Bo'ldi, bu she'ri chiroyli. She'rni hamma juda ham yaxshi biladi. Juda ham mukammal yozilgan. Endi shuni qo'shiq qilib aytib bering. Bir qiz keldi Krasiva, Punet keldi Captiva. Urganchda menimcha yo'q. 92 nogiri, qoppara hamma yeri, ko'z oldimdan ketmadi shilman beri. Qoyil, gap yo'q lekin. Shoirimiz qo'shiqchimisiz? Lekin gap yo'q, juda ham chiroyli namunali o'qib berdingiz. Lekin hurmatli xonimlar va janoblar, ayni vaqtda sahnamizda bitta ishtirokchi g'alaba qozonishi shart. Buni o'zingiz qarsaklar orqali aniqlab berasiz. Demak, birinchi ishtirokchimizga qarsakinglar. Ha, qoyil gap yo'q. Ikkinchi ishtirokchimizga yomon emas. Uchinchi ishtirokchimizga tushunarli va so'nggi ishtirokchimizga gap yo'q. Hurmatli ishtirokchilar, sizlarga rahmat. Joylarni egallaysizlar. Lekin juda ham chiroyli she'r berdinglar, to'g'risi. Bunaqa she'rlarni kamdan kam eshitamiz. Endi siz nima? Gulnozaxon, kayfiyat qiling, yaxshimi? Demak, siz bugun kimnidir ko'rish uchun maxsus oshiq qilib kelgansiz, to'g'rimi? Keling, mana bu sovg'ani sizga topshiramiz. Maxsus muzeylar uchun, bepul chipta siz uchun. Va asosiysi mana bu muxlislarning ajoyib guldiroz qarsaklari. Endi keling birgalikda bir narsaga navbat beramiz. Ayni vaqtda hurmatli xonimlar va janoblar, e'tiboringiz markazida estradamiz yorqin yulduzi o'zining eksklyuziv yo'nalishi bilan millionlab muxlislar egasi bo'lgan, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist janob Rasul azizlar. Menimcha g'ildiroz qarsaklarni sog'inaman. Bu dardimga qaydan topay davoman? Kelgin jonim bir soniya ko'rayman. Axir seni juda qattiq sog'inaman. Qassa yurak isming aytsa sog'inaman. Bu dardimga qaydan topay davoman? Kelgin jonim bir soniya ko'rayman. Axir sizlarni juda ham sog'inganman. Sog'indingmi jonim, sog'indingmi? Bir tun seni yonimda ko'rsaydim. Sog'indingmi jonim, sog'indingmi? Sizlar ham sog'indinglarmi? Bir ko'rsam o'rozman, o'lsaydim men.
Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qanaqa? Necha o'xshayapti? Zo'rmi? Qanaqa qo'shiqlar aytib bering. Qaysini ko'proq eshitdilar bor? Qanaqa? Bularning havosini birdaniga yuvib. O'sha to'g'ri yozib kelaman. Qanaqa ekanmi, ha? To'g'ri. Bayram qo'rasi. Elim qo'rasi. Ana qo'rq idekle. Menni bosti. Salaming yo'lini qilmayga. Bayram qo'rasi. Burada geldinler. Burada üçüncü olan bilen. Bayram kutlaması. Ya ne bu? Kral mı? O ne hemen nüksden gelmeli. Ahmet. Hoş geldiler mi bu Ahmet? Ana kızdı. Yalgan dünya. Şey var mı? Yalgan iken asıllara dolgan iken nasıl? Hatalar öttü benden sevgen gülüm özgene sevgen sevgeniz var mı siz? Şuna nege özgeni sevgeniz? Yalgan dünya yalgan iken azaplara dolgan iken öttü benden Özgene sevgen. yalgan dünya yalgan iken azaplara dolgan iken sevgen gülüm, özgene sevgen. Tebrik ederim. Siz biliyor mu? Hatta İslam'da. Gelin. Assalomu alaykum. Janob muxlislari, qilasizlar. Chek istayapsizmi? Almonlar. Yana bir narsa. Hop, rasmga olamiz, olamiz. Selfie uchun aktivlik yana kelaman. Tez kelib turaman. 90 Endi sekin aytaylik, hozir birdaniga emas. Oncha o'ynash kerak, o'ynagan joyda bu. Hali unga vaqt bor edi. 90 keyin ketishim kerak-da, men chunki uni aytmay hozir. Ketaveraymi 90 Kızım anlamazmış. İlaçı 90-60 izimde bağlar 60-70 Kızım anlamazmış. 90-60 izimde bağlar Kelile başa koşuda deylik, kalemi 60-70
Parselleri eshitdinglar mi? Rahmat. Bitta qo'shiq bor, u qo'shiqni juda mana stilimga to'g'ri kelgan qo'shiq aytdim. Sababi hozirgi yoshlarda ko'proq bir-birini aldash ko'proq, to'g'rimi? To'g'rimi? Ko'p aldadimi deyman siz. Haqiqatdanmish. Sen ham aldading degan qo'shiqni eshitganmisizlar? Aytib bersam bo'ladimi shuni? Aldanganlar bormi? Unda nega aytamiz uni? Baribir bir kun aldanasizda bor. Iloji bo'lsa aytmoqchimanki, iloji bo'lsa bir-birlaringizni aldamasdan chiroyli o'zi 5 kunlik dunyo. To'g'rimi onajon? Siz ham aldashgan? Sanam 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 mana aldading, sanam 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 nega aldading, sanam sanam menga vafo qilmading, sanam nega vafo qilmading, sanam 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 mana aldading, sanam 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 nega aldading, sanam sanam menga vafo qilmading, sanam nega vafo qilmading. Tilak qoldi sabr ostida, sevgim endi sabr ostida. O'qdek teksa ham kutmoqdaman yomg'ir ostida. Ey nafsing quvlab biroz shoshibsan, ko'zimni yaxshi bilgansan. Mendan nelar kutyapsan, tushunmoqdaman yomg'ir ostida. Sanam mana aldading, sanam
Ama kız tanıdıylar mı? Yolg'on dunyoda o'ynagan o'sha qiz bo'ladi. Hozir jalb qo'ysa oz ko'rib qoldi. Toshkentda ham issiq ekan. Ajela, senlarmi? Hammasi yaxshimi? Qo'shiq aytib berasizmi bular? Nimaga? O'zim men muxlislarimga bir siz ham muxlislaringiz bor deb tilaylaringizni aytingki. Gapirishni bilmayman. Assalomu alaykum avvalambor. Hammaga omad, sihat salomatlik tilab qolaman. Bo'ldimi? Boshqa narsa kerak emasmi? Qo'shiq aytib beraymi? Qanaqasi aytib bering? Yolg'ondan aytib ekan, eshitdi bular. Yoki o'tganda eshitdingizmi? Super ana. O. Qarab tursam sana. Ne? Siz ketdingizmi? Nimaga o'ynamaysizmi? Qarab tursam sana. Qashimni qaqdim mana. İltimos gelib meni. Yanımda oynasana. Qarab tursam sana. Qashimni qaqdim mana. İltimos gelib meni. Yanımda oynasana. Yanımda oynasana. Şöyle bir sen koşma yapıyorsun. Bu ne muaz çıktık bu ne işte filan mısın? Tanı bitti. Ya ki kara yok. Seni görgen adam çet elden de vuruyorsun. Özbek ekranı desene mi bu? Oyna hemmene karatab. Buna panagrama et duruyor. Dayet. Oyna hemmene karatab. Süper oyunlar yaratıp. Atınlarını tanıtıp. Johnny Gentleman degan yigitimiz bu ko'rsatmasi. Hamma chet eldan deb hech qanaqa chet eldan emas, meni jiyanim bo'ladi. Hozir chiqarib qo'yasiz. Yonida yana bitta chet ellik o'tiribdi. Bugun chet ellik bo'ldi. Bu kecha boshqa odam edi. Osmonjon ukamizga bu Anvarjon, sizlarga rahmat. Bular meni sozandalarimning 3 dan 1 qismi, qolgani u yoqda qoldi. Olib kelish iloji bo'lmadi. Ha? Perilere olsun telefonum yok desen adam durgan olsun yamansa Manga o'xshab turgan bir yigitlarni ko'rdim. Lekin hozir o'zlarini ham ko'rib qoldim. Yaxshi aytib keladi. Kim sizlarga men bo'lsin dedi. Qarsa chalib qo'yinglar shu ukalarimizga. Qani uni? Keling, ey. Kasbga ham o'xshashdi. Sayasimi? O, ikkita-ku bular. 3 ta janoblasiga qasinglar. Soqol qani? Qani saniki? O'chirib tashladikmi? Üsküstünmü? Yaxshi omad tilaymiz. Men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Talantli yigitlar bular. Bir yaxshilab qarsa chalib qo'yinglar mana. Bravo. Bravo. Mana. Qo'shiq aytib bo'lasizmi? Ha? Qani? Qizmagamansiz. 96. Oyma. Bu janoblasidan ham tushdi-ku. Boshqa nima? Qizmagamansiz. 96. 67. Bu kattasida yaxshi bu aniq ko'rinib turibdi mana bunda turibdi. Qani keling. Qizmagamansiz. 90-60. İzimde kallar. 60-70. Endi xalq biladi bahoni. Çok hech kim. Aytdim-ku, o'zga bo'lmaydi bari. Qo'y, ko'z tegmasin. Ha? Qaysi? Kattasimi? O'zi zina turibmiz o'zi. Qo'y, ko'z tegmasin. Ukalarim omad. Juda ham zo'r. Qo'y, bosing. Buni kostyumni tatta o'ynaysiz. Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor aktyor ko'rsatuvida chiqqanmiz. Xudo xolasa janob Rasululloh parodiya qilib chiqqanmiz. O'shanda Rasululloh buvasini olib chiqqanmiz. Xudoga shukr.
hozirgacha finalgacha chiqdik, shu yo'ldan bosib o'tdik. O'shanda kostyum rosa topolmaganmiz. Rasul akamdan so'raganmiz, uni zakaz qilgan ekanlar, keyin biz uni tiktirib, qattandir topib avvallab oxiri parodiya qilib chiqib kelganmiz. Kostyum varsa gap yo'q. Uyga boring, turibdi original berib yuboraman. Sağ ol. Rahmat olmaslarga. Quyosh yo'q, nimaga kino ochgan? Ha? Nima tushyapti ko'zingga? Ha, svet tushyapti. Zo'r bahona. Xursandki, Shohra odamlik. Zo'rlar chalib berasiz. Sen yoqadi, o'ynaydigan mana onajonlar turibdi. Ovozlar eshitmayapti-ku. One, two. Mana Qaral Doston akam, dastur muxlislari bilan. Ana kommunadan Sharafadamizning o'g'li. Sog' bo'lin. Ana haqiqiy muxlislar yana shunday bo'ladi. Toshkent City'ga keladi haqiqiy muxlislar sizlar. Молодец, sog' bo'lin. Sog' bo'lin. Şuradamız. Sen o'qiymi? Dur. Bir qiz keldi krasiva. Menem geldi kaptiva. Gersen şu menimce yakıva. 90'a kendim yeri. Hakkara hem de yeri. Aydın.
Rahmat, mana ko'rsam, qarang. Selfiga qaraymiz. Endi qo'shni kutib qoldi. Aytdim, selfiga ataylik yana tushamiz. Voy. Saçları, güzel karan kaşları, Rabbime nedir? Taşkirtimli kızları. Haydi. Cenab Kasım Ahmet. Hadi. Cenab Kasım Ahmet. Haydi. Açın mı? Sizin kanalın spesiyeli özü. Bu kanalda olan. Hareket. Cenab Kasım'ın gözü koyardı kanalına gidelim. Ana canım biraz sen korkma. Bir tane zor. Ben şu aslında. Ben kimi ki? Bana güzel havadan.
Birini taşıram aytaylik uni. Shabuz qo'l. Xo'p. Tanzil ko'rindadir tarizimda. Zirhik shunga to'xta. Rasulullohga omad tilab qolamiz. Singni o'zim qasay chalib qo'yinglar. Alo. 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 Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Chiqing. Chiqinglasizmi? Qara. Iya. Qayerlisiz? Yo'q, qo'y. Chidab turolmadingizmi? Qaysi qo'shiqlarni o'ynayapsiz? Ha, zo'r TV'da chiqqan ekan, o'rinli olgan ekan. Ha, shunaqami? Kepkada. Bo'ldi. Manzurani qo'shig'ini o'ynab chiqdingiz. Qo'yil, qancha chalib qo'ylar, birinchi o'rinda oladi. Bobur. Sizlarmi? Qo'yil qo'ysa emasin. Qanaqa qo'shiqga o'ynab berasizlar? Hammasigami? Bo'lmasam bitta suvar aytamiz, o'ynab beramiz. So'r. Qanchadan so'r. Qanday jonim necha kun mehmon ekanman bilmadim. Hoy. O'tdi umrim bodir, davron ekanman bilmadim. Dunyoda qurdim imorat, balki noto'g'riman. O imorat oxir hayron ekanman bilmadim. Bu usulga hamma raqosa ham o'ynamaydi lekin. Rahmat. Bu haqiqiy talant, bu qasachalar qo'yiladi. Bu ana oddiy yengil qo'shiqlarga o'ynasa bo'ladi, lekin bu qo'shiqlarga o'ynash qiyin. Mana o'zim qasachalar. Do'stim, qaysini? Shohroqdan aytaymi? Chal. Do. Chalay, sal. Başka şans chalay. Sen karşıyla bulan parti çıktın sıra. Oynamadan kalmasın. Yaşansın.
Ana bu qarsaylar sizga oyim dedi. Nomeringiz necha ekan? Yaxshi bolalar qo'yadi. Hazil. Rahmat katta, juda ham xursand bo'ldim. Qani zerikmayapsizlarmi o'zi? Ha. Zerikdingizmi? Uyga ketavering. Nima ushantirganim yo'q. Qanaqasini aytib bering? Hammasini aytyapman. O'ynaylik deysizmi? Mani qo'limda emas, bu luchotkalarni olib tashlash bitta axranlar turibdi. Men jon deb sizlarni o'ynasalaringizni xohlab turibman. O'zingiz chiqasiz o'ynaysizmi? Ha chiqing o'ynang. Xo'p, chiqarib olinglar. O'ynasin shu bitta onaxonimiz ham ana qo'yib ketmasin, xafa bo'lib ketmasin. Kichkina ukalarimiz bo'lsa chiqaringlar, bemalol nazar qilib o'ynasin. Qana qo'shiq o'ynaymiz, opajon? Ha, rasmga tushamiz. Ha, men o'ynaysizmi deb. Xo'p. Do. Mayli, hey. Oynaverasizmi? Karayım başında gerçekleri başında gerçekleri başında sözleri yaşında sürprizler yaşında 3-4 yigit kaşında 14 yigit kaşında Başımdan da şevkesinle Başımdan şevkesinle Kaçlı numarayız bir gitmeseniz bu oyunu. Bu oyunu yanımızı görüyoruz. İsminiz mi? Güzel. Hayır. Oynayacağım güzel. Oynayacağım güzel. Kız sevmezsin güzel. Sağ olun. Geçeme bana adamın güzel olur. Bana ilacım yok da parola olsa diyorum.
qilayotgan qo'shiqlar bor. Lekin qaysi birini aytishni men o'zim mashina chiqib olayman, udumlayman. Endi men ahilga bermayman, juda ham charchab keldim o'zim. Ana ularni o'zatdan bir tariqalar. Gelen sana sana. Aşkını kimin alır? Gelen sana sana. Sen varsın buraya. Aşkımda yanar İzledim yana yana Taşkent'te yana yana bitta qo'shiqni aytishni eslashdi, yana ikkita qo'shig'im qoldi. O'zi o'tib ketdi. Lekin bitta o'ynaydiganini aytaman. 1 2 3 4 Rahmat. Bilasizlarmi? Va shu O'zbekiston elida tug'ilganimdan men o'zim juda ham xursandman. Nimagaki ana internetdan hamma narsani ko'rsangiz bo'ladi. Qayerdadir bir bola bo'lyapti, yana bir bola ko'z tegmasin biz yurtimizda mana maza qilib yuribmiz. Buning uchun avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunday bizani mana boshqa davlatlarda balki bunaqa to'shi yo'qdir, biroq karantin bo'lyapti. Lekin sizlarni mana prezidentimiz o'ylab xalqimiz maza qilsin, yoshlarimiz maza qilsin, konsert tomosha qilsin deb prezidentimizga avvalambor rahmat shunaqa ruxsat berganimiz uchun. Shuning uchun qarshi chalib qo'yasizlar, Shavkat Miromonovga. Umrlari uzoq bo'lsin, bizga bosh bo'lib yuraversinlar, o'lganicha. Xursandmiz. Shunaqa prezidentimiz borligidan xursandmiz. Boshqa joylarda ruxsat yo'q mana. Ko'ribmiz. To'ylarga ham ruxsat yo'q. Bizga to'ylarga ham ruxsat berdi, Xudoga shukr. Rahmat. Shuning uchun hozirgi qo'shiqni mana O'zbekiston uchun yozganman. Bu qo'shiqni hamma qo'shiqimdan ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun yuragimizdan yozilgan qo'shiq bo'lsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.